Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuhu. Azizlar, oxirgi davrda eng ko'p qilinayotgan murojaatlardan biri, savollardan biri bu hayvonlarni tiriklayin vazni bilan sotib olish. Ya'ni taroziga qo'yib hayvonni qancha chiqadigan bo'lsa, uni o'sha har bir vazniga narx belgilanib turib, shunday sotib olish. Avvallari hammamizga ma'lum, jonivorlarni qassoblarimiz, ya'ni sotib oluvchilar yoki qo'llari bilan ko'tarib ko'rib, o'zlaricha chamalab turib, narx-navosini savdolashgan. Bir qancha savdolashishlardan keyin ikkovlari bir narxga ittifoq qilganlarida, ana undan keyin savdo bog'langan. Ya'ni bor baraka deb qo'llarini olib, bir-birlarini rozi-rizoliklarini olganlar. Mana shu savdo eng shu hayvonlarning savdosidagi to'g'ri yo'l shu. Eng maqsadga muvofiq shu. Lekin oxirgi yillarda odamlar ham juda pishiq bo'lib ketdimi? Olayotgan hayvonidan, masalan aytaylik, taxminan 40 kilo go'sht qiladi deb bir qo'yni sotib olayotgan bo'lsa, 35 kilo go'sht qiladigan bo'lsa, demak men 5 kiloga zarar ko'rdim deb har bir kilogrammini, har bir grammini kerak bo'lsa tortib, umuman zarar ko'rmaslik ma'nosida shunaqa ishlar joriy bo'lib qoldi. Xo'p, endi shu nima bo'ladi? Hattoki mana shu narsa qurbonlikka ham joriy bo'lib turganligi, ba'zi birlar qurbonlikni so'yib bo'lganidan keyin go'shtini tortib unga pul to'layotganliklari ham juda achinarli holat. Kelaylik shu to'g'risida bir shar'iy kitoblarimizni ko'raylik, masalalarni javobini axtarishga va javob topishga harakat qilib ko'raylik. Bu borada bizlarning yurtimizda va butun Hanafiya mazhabining eng mashhur fiqhiy kitoblaridan biri Hidoya-i Sharif, ya'ni Burxoniddin Banig'roniy rahmatullohi alayh mualliflari bo'ladilar. Ana shu kitobda hayvonlarni yoki parandalarni tirik holatda vaznlab tortish joiz emasligi zikr qilingan. Barcha hayvonlar va barcha parandalar ham bular adadiy, ya'ni sanog'iga qarab turib donalab sotiladigan savdo moliga kiradi. Vaznlab sotiladigan, kilolab sotiladigan savdo moliga kirmaydi. Shuning uchun bu yerda tovuq zikr qilingan kitobda, ya'ni tovuqni taroziga qo'yib turib 2 kilo chiqsa, demak 2 kilo tovuqning go'shti falonchadan bo'ladi, faloncha deb turib sotib olishni Hidoya-i Sharifning mualliflari mumkin emas deganlar. Lekin keyinchalik hozir zamon zayli bilan, zamonning talabi bilan shu narsaga fatvo berilgan deydilar keyingi ulamolar. Fatvo berilganligi ham bu bemalol, masalan bir tovuqni tortsa 2 kilo tursa tarozida, shu 2 kilo go'sht deb 2 kilo go'shtni narxini aytaylik 30 mingdan deb turib 60 mingga bo'ladi deyishni ular ham durust demaydi. Balki taxminiy o'shani qancha go'sht qilishini bilib olish uchungina tortish mumkin, vaznlash mumkin deydilar. Chunki bular aytib o'tganimizdek adadiy savdo mollari turiga kiradi. Adadiy savdo mollari, ya'ni sanog'iga qarab turib sotiladigan savdo mollarini hech qachon vazniga qarab turib, kilosiga qarab turib sotiladigan savdo mollariga aylantirib bo'lmaydi. Bu shar'an mumkin emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davrlarida ham hayvonlar, parandalar sanog'i bilan sotilgan. Mana shu qo'yni turishi, shu tovuqni turishi deb sotilgan, vaznlab sotilmagan. Ammo masalan aytaylik bug'doy, arpa, shakar, un va hokazo narsalar ular kilolab, ya'ni vaznlab tortiladi. Ularni xohlagancha olish mumkin. Xohlasa yarim kilo, xohlasa undan ham ozroq, xohlasa 3-4 kilo va hokazo. O'sha turgan umumiy shakarning ichidan o'zingizga lozim bo'lgan kilogrammni vaznni ajratib olishga haqqingiz bor. Bunga imkoniyat ham bor. Lekin aytaylik tirik qo'y turgan bo'lsa, 40 kilolik qo'yning ichidan men 15 kilosini olaman xolos deb ajratib ola olmaysiz. Yoki 50 kilolik qo'yning ichidan 30 kilosini olaman deb ajratib ola olmaysiz. Shuning uchun bu hayvonlar va parandalar adadiy savdo mollari turiga kiradi. Uni go'shtga aylantirilgandan keyin esa bemalol go'shtni vaznga qo'yib turib, necha kilogramm xohlasangiz sotib olishingiz mumkin. Ammo tiriklik holatida uni demak vaznga qo'yib aynan xuddi o'shanday qilib sotib olish mumkin emas, balki keyingi ulamolarning ham aytishlari bo'yicha taxminan uni qancha ekanligini bilib olish, taxminiy narxini chiqarib olish uchungina foydalansa bo'ladi. Buni misoli quyidagicha. Masalan bir qo'yni tiriklay shuni taroziga qo'yadigan bo'lsangiz, aytaylik 80 kilo chiqdi. 80 kilo chiqadigan bo'lsa,
o'zi mutaxassislari biladi. 80 kilolik tirik qo'y qancha sof go'sht qiladi. Demak, ko'pincha 60% go'sht bo'ladi deyshadi. Aytaylik, shunaqa go'sht qiladigan bo'lsa, endi boring mana shuni 60 kilo go'sht qilar ekan. 60 kilo go'shtni har bir narxi aytaylik 50 ming so'mdan bo'ladi. Umumiy olganda faloncha bo'lyapti. Men 60 kilo go'shtning pulini beraman. Mana shu 60 kilo go'sht qiladi, tamom deb olsangiz, u 61 kilo qilib qolsa nima bo'ladi? Yoki 59 kilo go'sht qilsa nima bo'ladi? Mana bu yerda muammo ketadi, tushunmovchilik bo'ladi. Siz aynan 60 kilo go'shtni narxini bergansiz, 60 kilo go'sht olyapman degansiz, holbuki so'yib haqiqiy go'shtni taroziga qo'yganingizda aynan 60 kilo chiqmadi, balki farqli chiqdi. Bu yerda muammo bor. Shuning uchun ham ulamolarimiz aytadilarki, taroziga qo'yilsin, 80 kilolik qo'yib masalan chiqadigan bo'lsa, xo'p, shuni endi nima qilamiz deb turib, taxminan 60 kilo go'sht qiladimi? 60 kilo go'sht qiladi deb turib, narxini bilib olib turib, endi savdolash kerak. Savdolashib, kelishib, bir oz tushirib yoki bir oz ko'tarib, ikkala taraf ittifoq bo'lgandan keyin barbaraka qilib qo'lni siqishadigan bo'lsa, ana undan keyin savdosi amalga oshadi. Yoki 80 kilolik qo'y, 80 kilolik qo'yni go'sht o'zi aytaylik 70 mingdan bo'ladigan bo'lsa, endi umumiy tortamiz, bu yerda yeyiladigan joyi bor, iste'molga yaroqsiz joylari bor. Shuning uchun umumiy tortamizda go'sht narxini 70 mingdan emas, balki 50 mingdan uramiz yoki 40 mingdan uramiz deb turib, 80 kilo qo'yni 50 mingdan narxlab uradigan bo'lsa, uni ichida iste'moli mumkin bo'lmagan narsalar ham, ya'ni hayvonning qornida bir qancha najas jamlangan bo'ladi. O'sha narsalar ham savdo moliga aylanib ketib qolgan bo'ladi. Chunki 80 kilolik qo'yni 80 kilo go'sht qilmaydi-ku. Ichidagi sotilishi mumkin bo'lmagan, tashlanishi kerak bo'lgan narsalar ham savdo moliga aylanib ketib qoladi. Bu ham muammo. Shuning uchun ulamolarimiz aytadilarki, o'sha keyingi ulamolar ham taxminan uni bilib olish uchungina vaznga qo'yiladi, ammo aynan o'shani narxi deb sotilmaydi. Balki taxminiy kilogrammini vaznini bilib olgandan keyin esa oluvchi va sotuvchining o'rtasida savdo bitimi bo'ladi. Ikkalasi rozi rizolik bilan faloncha beraman, faloncha deb sotasanmi degandan keyin ular mayli, shunga sotdim desa barbaraka qilib kelishadi. Ana undan keyin durust bo'ladi. Yana hozirgi kunda qassoblarimiz tarafidan o'sha jonivorlar, ya'ni hayvonlar sotib olinadigan bo'lsa, bir urf paydo bo'lgan. U ham bo'lsa, aytaylik, bir kilosini masalan qo'yni so'yib tortib olaman, go'shtini kilosi falonchadan bo'ladi, kalla pochchasi esa chegirma bo'ladi. Ya'ni ajnabiy tilda aytganda skidka bo'ladi. Shaklida qilinadigan savdolar ham bor. Bu esa mutlaqo shariatda durust emas. Ko'pincha qassoblarimiz shunaqa narsani kelishib olishadi. So'yib mayli so'yib olaman deydi. Sof go'shtini o'ziga senga pul beraman, kalla pochchasi yoki hozirgi yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak, ziboy deyshadi. Bizlarning qassoblarimizda o'sha ziboy shundoqcha qassobning yoniga qoladi. Holbuki ziboyning o'zi ham bir necha kilogramm go'sht chiqadi. Uning ichida yana boshqa iste'molga yaroqli narsalari bor. Uni ham sotadigan bo'lsa, qancha foyda qiladi. O'zi go'shtni olganda qassob foyda qiladi. Qimmatroqqa sotadi, arzonroqqa olib. Undan tashqari o'sha kalla pochchasi, tuyoqlari, ichaklari, qorinlari va hokazo narsalari qassobga shundaycha bekorga qolishi shart qilib qo'yiladi. Bu narsa mutlaqo durust emas. Chunki bu yerda savdoga shart qo'yilyapti. Buni qassob shunday shart qo'ysa ham durust emas, yoki sotuvchi shunaqa shart qo'ysa ham durust emas. Masalan, aytaylik, qassobga sotyapti-da, qo'yni sotaman, faqat menga kalla pochchasini o'zimga qaytarib berasan deb sotyapti. Durust emas. Chunki savdo molini savdolashayotgan paytda unga shart qo'yib bo'lmaydi. Go'yoki bitta savdoda ikkita savdo bitayotgandek bo'lib qoladi. Yoki savdoning ichida hadiya ham qo'shilib ketayotgan bo'ladi, ihson ham qo'shilib ketayotgan bo'ladi. Yoki bo'lmasa aytaylik, mana uyni senga sotaman, lekin shu uyni bir burchagida o'zim turib turaman, yoki mana shu uyni bir burchagida meni yukim turadi deb sotayotganga o'xshaydi. Demak, savdoga bunaqa shartlarni qo'yish sotuvchi tarafidan ham va oluvchi tarafidan ham mutlaqo mumkin emas. Mana shu shaklda hayvonlarni, qassoblarni sotib olmoqlilari bu demak durust emas. Yana bu yerda qassoblar bilan sotuvchilarning o'rtasida bo'ladigan muammolardan biri, ko'pincha qassoblar o'zlarining ish haqlarini so'yayotgan hayvonning go'shtidan olishga kelishiladi.
Yuqorida ham aytib o'tildi, kalla pochchasi meni ish haqimga qoladi deyishi mumkin, yoki aytaylik, shu so'ygan qo'yimni biqinidan yoki qo'lidan yoki oyog'idan, umuman shu go'shtidan meni xizmat haqimni berasan deydigan bo'lsa, bu mutlaqo durust bo'lmaydi. Ushbu holatni, ya'ni qassoblarni xizmat haqini o'zi so'yayotgan hayvonning biror joyidan olishi mumkin emasligi quyidagi hadis sharifda o'z ifodasini topgan. Abu Ya'la Mavsili o'zlarining musnadlarida Abu Sa'id Xudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam erkak hayvon urug'iga ijara haqi olishdan, ya'ni erkak hayvonni urchitishga berib haq olishdan va tegirmonchining qafizidan, ya'ni tegirmonchi yanchib bergan bug'doyning unidan ma'lum miqdorini ish haqi sifatida olib qolishdan qaytardilar deyilgan. Demak, bu yerda masalan tegirmonchiga siz bug'doyni olib bordingiz yoki shorini olib bordingiz, uni yanchib berib turib, shuni ichidan menga ish haqi olib qolaman deydigan bo'lsa durust emas. 10 qop bug'doyni yanchib beraman va shuni unidan menga bir qop berasan deydi. Yoki shunga o'xshash taxminan, bu mutlaqo durust emas. Ya'ni o'zini ishi aralashyapti-da, shu aralashayotganni ichidan ish haqi olishligi. Xuddi qo'yni so'yib turib, uni go'shtidan ish haqi olishligi. Bug'doyni yanchib turib, unidan ish haqi olishligi. Va hokazo. Nima bo'lgan taqdirda hamda mana shuni ichidan aynan o'shani juzlaridan bir juzni, bo'laklaridan bir bo'lakni ish haqi qilib olishi mutlaqo durust emas deyiladi. Xizanatul Muftin degan kitobda quyidagi matnlar keltiriladi, aynan shu masalaga tegishli. Unda aytiladiki: Al-faslu thalithu fi qafiz at-tahhani wa ma huwa fi ma'nahu. Ya'ni 3-fasl deydilar. Bu tegirmonchini bug'doyni yanchib berib turib, o'sha yanchilgan, ya'ni yanchilgan bug'doyni ichidan, unidan o'zini ish haqini olib qolishi to'g'risidagi fasl va shuni ma'nosi, shunga tegishli bo'lgan masalalar faslida aynan quyidagilar aytiladi. Suratu qafizit tahhani an yastajira ar-rajulu min akhara thawran liyadhana bihi hintata ala an yakuna li sahibiha qafizun min daqiqiha aw yastajira insanan liyadhana lahu hintata binisfi daqiqiha aw thuluthihi aw ma ashbaha zalika fazalika fasidun. Tegirmonchining qafizini surati. Bir kishi boshqa bir kishidan bug'doyni yanchish uchun ho'kizni uning bug'doyidan chiqqan unidan ho'kiz egasiga bir qafiz un berish sharti bilan ijaraga olishi yoki bir insonni yanchgan bug'doy unini yarmi yoki 3dan 1ni xizmat haqi qilib berishidir. Bu va bunga o'xshash aqdlar fosiddir deyiladi. Demak, endi avvallari ho'kiz bilan yanchilgan bug'doylar tegirmonda o'sha ho'kizni haqqini bug'doydan chiqqan un bilan ado etish yoki bir kishini ijaraga olinyapti-da, bug'doyimni yanchib bergin deb, yanchib bergandan keyin uni ish haqini o'sha yanchilgan un bilan ado etish mutlaqo mumkin emasligi bu yerda zikr qilinyapti. Bu narsa joiz bo'lishi uchun bug'doy egasi bu bug'doydan demasdan mutlaq yaxshi bug'doydan bir qafiz berishini shart qilishi yoki yaxshi undan bu bug'doyni 4dan 1 miqdoricha berishni shart qilib kelishidir. Demak, yo'li bor ekan, bu narsani aynan shu yanchilgan bug'doydan menga falonchasini berasan, falon bo'lagini berasan deyish mumkin emas. Xuddi o'shanday, demak, ho'kizni ishlatadimi, insonni ishlatadimi, o'zi aynan ishi aralashgan, o'zi ishlagan narsadan va uning natijasida paydo bo'lgan narsadan menga ish haqi berasan desa mutlaqo mumkin emas. Ammo mana shu aytaylik 10 qop bug'doyni yanchib berganligim uchun menga bir qop un berasan desa yoki shuni yarmini berasan desa umumiy holda durust bo'ladi. Endi haligi bug'doyni yanchitgan inson xohlasa aynan shu yanchilgan bug'doyni unidan beradi uni haqqini yoki mutlaqo boshqa bug'doyni unidan ham berishi mumkin. Deb u yerda umumiy ketyapti. O'zim yanchgan bug'doyni unidan berasan desa durust emas. Umumiy men yanchganligim uchun faloncha mablag' pul emas, balki menga faloncha un berasan desa kelishilsa durust bo'laveradi. Chunki bu yerda aynan yanchgan bug'doy haqida gap ketmayapti-da. O'zini ishi singan, ishi aralashgan, mehnati aralashgan narsadan haq olmayapti u. Balki umumiy aytilyapti, bu qaysidir ma'noda shar'iy hiyla,
ya'ni o'sha durust bo'lmagan narsani durustga aylantirishni choralaridan biri bo'ladi. Ana undan keyin endi ish bitib bo'lgandan keyin aytaylik 10 qop bug'doyni yanchib bo'ldi. Ish haqimni bergin desa, aynan xohlasa shu undan beradi, xohlasa boshqa un bilan uni ish haqini ado etishi mumkin. Chunki ish haqi uchun kelishilgan un ayni bug'doyga, ya'ni aynan shu bug'doyga nisbat berilmasa, xizmat haqqi zimmaga qarz bo'lib sobit bo'ladi. Xizmat haqqi misli bo'lmagan narsalarda unga ishora qilib ko'rsatish bilan va misli bo'lgan, ya'ni tarozi yoki ma'lum idishda o'lchanadigan narsalarda esa zimmada qarz bo'lib sobit bo'ladi. So'ng, ya'ni aqd durust bo'lib, xizmat haqqi zimmada sobit bo'lgandan so'ng, xohlasa ana shu bug'doy unini 4dan 1ni bersa joiz bo'ladi, dedilar. Muhit kitobi mana shunday zikr qilingan. Demak, Muhit kitobida shunday keltirilgan. Xohlasa o'sha bug'doydan, xohlasa boshqa bug'doydan berishi durust. Agar taomni, ya'ni bug'doyni o'sha bug'doydan bir qurs o'lchov birligi bu yoki 1 dirham hamda o'sha bug'doydan bir qafiz barobaricha xizmat haqqi berishga yoki qassobni qo'y so'yishi uchun 1 dirham hamda o'sha qo'yni go'shtidan 1 ratl, ya'ni o'lchov birligi barobaricha xizmat haqqi olishga kelishligi bu fosiddir. Demak, yana takror aytamiz, aynan o'shani o'zidan ish haqqi olmoqligi bu durust emas. Endi Xizanatul Muttaqin kitobidan ham quyidagicha matnda keltiriladi. Agar kunjutni tegirmonchiga yanchib berganiga, uning yog'idan ba'zisini xizmat haqqi qilib berish sharti bilan yoki qo'yni qassobga uning go'shtini ba'zisini xizmat haqqi qilib berish sharti bilan so'yishga bersa, aqd joiz bo'lmaydi deyilgan. Go'shtni ma'lum narxda sotib olgani uchun qassobni kalla pochcha va terilarni demak tekinga olib ketishi bu halol emas. Buni yuqorida ham gapirib o'tdik. Chunki kalla pochchani evazsiz olgan bo'lib qoladi. Evazsiz, hech qanday evazsiz, ya'ni sotib olgani yo'q, uni o'rniga biror narsani bergani yo'q. Balki shundoqcha qassob kalla pochcha menga qoladi deb shart qilib qo'yapti. Evazsiz olganligi uchun bu narsa durust emas. Bu aqd bilan go'shtning savdosiga fosid shart aralashgan bo'lib, go'shtning savdosi ham fosid bo'ladi. Aqd to'g'ri bo'lishi uchun go'shtni ham kalla pochchani ham qiymatidan qat'iy nazar savdolashib olsa, ana undan keyingina durust bo'ladi. Demak, qassoblarimiz mana shu o'rinda ehtiyot bo'lishlari kerak. 3-4 so'm foyda olishlari uchun yoki foydani ko'paytirish, ziyoda olish uchun bunaqa fosid savdolarni amalga oshirmasin, fosid ishlarni urfga aylantirib qo'ymasin. Aks holda hozir butun respublikamizning hamma viloyatlarida deyarli qassoblarga mana shu narsa urfga aylanib qoldiki, o'zi so'yayotgan narsadagi ziboylari shundoqcha qassobni o'ziga qolib ketaveradi. Bu mutlaqo shar'an durust emas. Agar shunaqa savdo qilib olayotgan bo'lsa, bilsinki, o'zi halol kasb qilyapman deb o'ylaydi, lekin farzand zurriyotlariga, ahli oilasiga haromdan man etilgan yo'l bilan nafaqa ado etayotgan bo'ladi. Bu esa kelajakda albatta o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatmasdan qo'ymaydi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.